5 metro bekat, ya'ni Chinor metro bekatiga 1 kilometr oldida joylashgan Yangi Hayot tumani Nurhayot domlari kelganmiz. Hurmatli obunachilar, Novostroyka dom, o'zini mamnunga o'xshagan daraxtli zonasi bor, ya'ni hovuz toza mahalla. 2 xonali skvaznoy planovkada uyimizdan chiqdi. Hozir shuni sizlarga obzor qilib beramiz. Uyimiz naqdga sotiladi. Endi obzorni boshlaymiz. Kiruvchi asosiy eshigimiz keng katta holatda prixoshka, o'ng qo'lda mehmon kutib olishi mamnunga o'xshagan keng katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni derzlar tashqariga qaragan, remontlar toza holatda, jalyuzi, registrlari ham qo'yilgan. Oltiga 3,5 metrlik bemalol mehmon kutib olsanglar bo'ladi. Yaxshi tomoni skvaznoy holatda havo aylanishlari juda ham yaxshi. Bu tomonda ayollarning sevimli xonasi, kuxnyasini ko'rishingiz mumkin. Kuxnya mebellari qilib qo'yilgan. Qisqa qilib aytganda, rasxodiga ham kelib yashash uchun tayyor uyimiz. Kuxnyadan tashqariga qaragan narujniy balkonimiz bor. Shunday balkonga chiqadigan bo'lsak, chiroyli atmosfera, pastda mashina qo'yish uchun parkovka, besetka, bolalar maydonchasini ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshi tomoni sanzorlar razdelniy holatda. Bu tomonda hojatxona, ko'rib turganingizdek keng katta holatda. Bu yoqda esa vannani ko'rishingiz mumkin. Dapadal kafelar qilib qo'yilgan. Bu yoqda yotoqxona qismini ko'rishingiz mumkin. Keng katta holatda. Derzlar bor tashqariga qaragan. Havo aylanishlari juda ham yaxshi. Novostroyka dom. Yotoqxonasi 4 ga 3,5 metr. 7 qavatli g'ishli domni 5-qavatida joylashgan. Hurmatli obunachilar, chiqish uchun liftlari bor, o'zi narujniy balkonlari bor. 2 xona remont toza 66 kvadrat metr uyimizning narxi $61,500. Ozgina sunnatga o'tib beriladigan joyi bor. To'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Pastda nomerlar qo'ldan telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Shunaqa variantlarni o'tkazib bormaslik uchun bizani sahifamizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.